Assalomu alaykum hammaga. Diyorimizda soat 7 ga yaqinlashyapti va biz bu yilgi sayohatlar siklini boshlayapmiz. Birinchi boradigan manzilimiz oxirgi paytda o'zbekistonliklar orasida ancha mashhur bo'lgan So'qoqqa bo'ladi va shu bilan birga biz Shohqo'rg'on cho'qqisiga ham chiqishga harakat qilib ko'ramiz. Ko'rishda davom etinglar, like, comment, podpiska hammasini o'zingizlar bilasizlar. Biz mana shu 221-avtobus orqali Parkentgacha 9000 so'mga yetib oldik. Parkentdan esa So'qoqqacha mana shunaqa yengil mashinada 8000 so'm bilan chiqdik. Biz hozir So'qoqqa keldik. O'yladik taksi manaqaga tashab ketadi deb, o'sha o'rmonning eshigini oldiga tashab ketadi. Yo'q, ancha bu yoqda tashab ketdi. Hozir pishamiz. Bu Chashma degan etno mahalla ekan. No, tog'li ko'rinib tushundi. Bu o'rmonga yetib olish ham bir mashaqqat ekan. Qancha podyomlardan chiqishga to'g'ri kelar ekan. So'qoq ekomaskani. Qizig'i ochiq bo'lsin. Ekomaskan ertalabki 8 da ishini boshlar ekan. Biz ham ayni soat 8 da shu yerda edik. O'rmonga kirdik. Yevantda qushlar bor ekan. O'rmonga kirish narxi 20600 so'm ekan. Bu ishlarga chiqamiz, adashmasam. Bu yoqqa bo'lmasa agar. Qalin o'rmon boshlandi. Biz bo'lsa qiyinchiliklarga qaramay yo'lda davom etyapmiz. Bugun bizda videoda biz bilan hamroh Bekzod Habibullayev siz. Bekzod Habibullayev aka Alpomish. Tepaga chiqaverganish sari juda tinch bo'lib qolar ekan joy. Tinchlikka his qilsangiz bo'lar ekan. Shu o'rmondan ozgina tepaga chiqqaninglarda mana bunaqa panorama ochilar ekan. Mana bu tog'larning uchlari ko'rinmayapti ham, bulut. Sal bu yoqqa borsanglar, uji pastlik. Shunday joylarda yuribmizda. O her gün kelepti. Ha. Yaşamasın gerek. Kelişen bir 30-40 olur bo'ladi. 30 bo'ladi. Atrof bo'ladi. 5 kilo 6 kilo bo'ladi. Ha. Qarg'osin. Tepadan yurish kerak yo'q. O'zi So'qoqda nima bor deyishinglar mumkin. Qiziq joylari bor. Masalan, ularni bir g'or. Hozir mana shu tepalikdan chiqib olsak, o'sha g'orga boramiz. Biz toqqa yaqin qolganda nima qildik? Orqaga o'girildik. Panorama ko'rindi yana. Ko'ryapti. Qaysi Reelsda ko'rdim, Toshkent City ko'ringandi shu atrofdan. Yaqinlashtirib ko'ramiz. Ne, ko'rinmayapti. No,
kamera yetkiza olmayapti-yu, ko'zda yaxshi manzara ochilyapti. G'or deb keluvdik. Ana yozib qo'yibdi, so'qoq, подземелье, grot. Mana shu kichkinagina g'orcha ekan, hozir ichiga chiqishga harakat qilib ko'ramiz. Mayli, chiqmadik shu g'orga. Ha, to'g'rimi? Xato ekan, qo'rqinchli. Bundan ko'ra mana shu. Ko'rdikmi? Ko'rdik. Tog'larning orasida bulutlar qo'shilib boyga g'or bor edi-yu, o'shaning tepasiga chiqdik-da biz hozir. Примерно bilib olsak, ko'ra olardik-da qayerdaligini, Cityni. Yana teparoqqa ko'tarildik hozir. Xullas boygani g'or ustida ozgina narsalar yeb oldik, zavtrak chaqib oldik. Tepaga chiqib, sekin tepalikka qarab chiqib ketyapmiz. Hansiramayapman degan umiddaman. Yeslicha kommentda yozinglar, hansirama deb. Yana ozgina teparoqqa chiqdik. Yanada chiroyliroq manzaralar ochildi o'zi. Shu o'zi. To'g'ri qoidasi shu, qancha tepaga chiqsangiz, shuncha chiroyli joylar ochilaveradi. Prosta kamera yetkazib bera olyaptimi, yo'qmi bilmayman uni. No. Ko'zi bilan ko'rgan odam gap qilyapti. Yer bilan osmon qo'shilib ketgan joylar. Quyosh nuri tushib turgan har bir joy. Oldimizda esa mana bunaqa toshli yo'llar kutib turibdi bizani. Yo'lda kelayotgandik, qarasak, mana bu yerda keldik-da. Baland tog' bor. Cho'qqicha. Yerda qanday o'tamiz, aylanib o'tamiz. Qarasak, aylanib o'tadigan joy yo'q. Keyin mana shu joychadan bosib o'rardik. Chunki Hey, gapiravering. O'rmonmi? Cho'ponlar yuradi-da. Qo'zichoqlarni qo'yadi. Loylarga botib 1700 metr tepaga chiqib qo'ydik. Uzoqda quyosh instituti ko'rinib turibdi. Bu yoqda shaharlar, Parkent, Zarkent, Olni hammasini tepasida bir tog' o'tiribmiz. Manzilga yetishimizga 300 metrmi qoldi. Kuzatishda davom etinglar. O'sha tepada normalniy shamol kun ham ozgina sovishni boshladi. Ancha tepaga chiqdik. Tog'larda bulut ko'rinyapti. Bu tomonda tog' quyosh tushmaydigan tomonida qor ko'rinyapti. Ana. В целом вообще go'zal. Bekzod, fikrlar. zo'r. Chiqish kerak. Kinash kerak o'zini. Yotmaslik kerak uyda. Zo'r reaksiyon tarqatadigan havo bo'lyapti. Vaqtinglarni. Chiqinglarmi? Ko'ryaptinglarmi? Manzarani. Yaqinlashtiraymi? Bir-ikki rasmga olaymi bo'lsa? Fikrlaringiz qanaqa? Ha? Fikrlaringiz? Fikrlarim zo'r. Chiqish kerak. 2025 metr deb oson deyishgandi-da. Umuman oson emas ekan lekin. Ancha tepalik ekan. No, chiqishga arziydi. Chiqish kerak.
Nihoyat biz boyagi ko'rsatgan joylarimizga yetib keldik. Ko'rdik qor. Quyosh tushmaydigan joylarda qor. Hozir biz taxminan 1850 metr balandamiz. Bekzod, qor, bu yoqdagi bo'yi bizga ko'rinmayotgan shaharcha, qishloqcha, kengliklar, umuman olganda vobshe zo'r, chiroyli, kayf. Bekzod mana bu tindirmay rasmga tushyapti. Va tugatib chiqdi malades. Hozir pashti 2000 metrdamizda, shu yerda ham musor borda, tobag'im. Yig'ishtirib ketsanglar bo'lmaydimi musorlaringlarni? Ey insoniyat. Yig'ishtirib ketinglar musorlaringlarni. Ha, bu yerda navbatga ochilibdi. Hozir mana shu pastdan kelib bir daraxt bor ekan shu yerda. Ana yana musorlar qo'yib ketgan odamlar. Abdulla, Sitora, shularga Nodirlarga salom yo'llaymiz. Imron. Qatta ekan shu odamlar hozir. Mana bu ham bor. Ikrom mana. Kirom, nima gap, Kirom? Nima bergan sizlarga hozir mana? Men shuncha joyi bosib kelib, hozir dushnik qilaman. Shuncha joyi bosib kelib, mana shunaqa chiroyli joyga keldim-da. Ikrom degan yozuv o'qish uchun chiqmagandim-da men, lekin bu yerga. Ikkamabdagi bilas musorni ko'raman deb chiqmagandim. Abdulla degan yozuv ko'raman deb chiqmagandim-da. Mayli endi. Yozmanglar, baraka topkurlar. Undan ko'ra foydali narsa yozinglar. E teng mc kvadrat deb yozinglar, masalan-da endi. Foydali bo'ladi odamlarga. Dushniklarlik uchun uzr endi o'rtoqlar. Amallab tog' tepasiga chiqib oldik. Mana, bu yoqda qor. Yerlar 360 kamera sizlar uchun. Endi yo'limizda davom etamiz. Hozir mana shu yerdan o'tmoqchimizda. Mana bu pastdagi yo'lakdan kelishimiz ham mumkin edi, lekin biz tog' uchidan yurdik-da. Hozir mana bu toshlar ustidan o'tishimiz kerak. O'shga chiqamiz adashmasam-da. Hozir. Shuning uchun telefonlarni solib qo'ymoqchimiz sumkaga. Video material. Hozir biz yo'llarimizni adashib, bir buloqlar qilib, qorlardan yurib, toshlar ustidan yurmay, pastlardan yurib, u mana bulut. Tepalikka chiqib oldik, mana bu qiynadi ancha. Bulutlar uje osmon musaffolashdi. Hozir endi mana bunga chiqishimiz kerak. Shu tepada Shohqo'rg'on, mana bu Bigistosh. Bunga chiqib vaqt ketkazib o'tirmaslikka qaror qildik va bu yoqqa chiqadigan bo'ldik. Hozircha hammasi joyida. Katta qiyinchiliklar bilan Bigistosh cho'qqisiga keldik. Qo'rg'onga chiqmoqchi. Ishda Shohqo'rg'on, mana shu ko'rinib turgan joy Shohqo'rg'on. Faqat unga mana bu qorli iz turibdi. O'shan bilan chiqsa bo'lar ekan. Shuni yarmiga chiqdik-da. Ya dalsh sirpanchiq ekan dedik-da, qaytdik keyin. Keyin qaytib shu cho'qqiga chiqdik, Bigistoshga. Biz endi pastga qaytib tushyapmiz. Chiqishga tushish ham shunday qiyin bu yoqlarda, hisobga olib qo'yinglar. Ko'pchilik aytadi, tushish oson deb, unaqa emas. Unaqa emas. Chunki любой tosh, masalan, mana shu oyog'im qo'yib turgan любой tosh, любой payt "До свидания" deyishi mumkin. Mana 1+1 kinosiga o'xshab, Omarsiga o'xshab, "До свидания" deb ketishi mumkin-da. Mana bunaqa toshlar. Tushayotganda dam olamiz deb o'tirdik. Nurulloh akalarni ko'rib qoldik. Chimyon videosida ko'rganinglar, Nurulloh akalarni ko'rib qoldik. Va maslahatlarimizni berdik, o'zimizni professional maslahatlarimizni berdik. Bu yoqdan yurasizlar, bu yoqdan yurasizlar, bu yoqqa chiqmanglar, bu yoqqa chiqinglar deb. Biz adashgan yo'lda yurmanglar dedik. Biz qilgan xatoni qilmanglar dedik. Qanday o'zi Bekzod? Umumiy fikrlaringizni ayting-chi. Yo'talib. Yo'talib gapiravering bizlar. Mojina. Zo'r chiqquncha ko'zga chiroyli ko'rinadi.
chiqquncha emas, charchaguncha. Endi har doim chiqib yurgan odam emasman-da. Charchab qoldim. Endi unaqa chiroyli emas. Lekin baribir tabiat zo'r, toza havo. Mana chiroyli aldayapti Bekzod. Chiroyli. O'tiribmiz. Bulutlar, voy, bulutlarga qarang. Вообще. Quyosh chiqib turib shuni. Bu yoqda qora bulut, osmonda qora bulut. Bu yoqimiz ham bulutlar. Maza qildik lekin charchagunimizcha. Nihoyat biz mana bu cho'qqidan tushib, mana bu o'rmon hududiga sekin kirib kelyapmiz. Kelyapmiz, yallamacha aytsa. Bilmadim, nimaga desam, tilim shu kelyapmiz bo'lib qoladi. Biz aslida kelyapmiz. Bekzodjon ham yo'lda. O'sin teryapti qishga. Yozga. O'rmonning ichidan yurib ketyapmiz yana. Orqaga qaytyapmiz. Hozirgi vaqtda, hozir martda oxiri o'rmonda unchalik ham yashillik yo'q, prям bahor nafasi o'pirib turmayapti. Yuribmiz. Tushdik pastga, pastda yuribmiz. Hozir biqinga narsa qidiryapmiz. Topib modor somsa yeb, buni ham obzor qilib beramiz sizlarga. Ovqat yeb, o'shagandan keyin Ha, yengillaymiz. Hozir biz o'sha mashhur soqog'ini, modor somsasini yeb ko'rib obzor qilamiz. O'ylaganimdan ancha katta ekan. Va yaxshiroq ekan. Bo'ldi, kesanglar olinglar. Umuman olganda bir xulosa qiladigan bo'lsak, yaxshi safar bo'ldi. Cho'qqiga chiqishni xohlamaydigan odamlar bo'lsa, soqoqning o'ziga ham, mana shu o'rmonning o'ziga ham kelishga arziydigan joy ekan. Mayli, kanalga obuna bo'linglar, like bosinglar, komment yozinglar, podpiska o'rtoqlarni chaqiringlar, umuman hamma ish qilinglar.